Azizlar, hozir men sizlarga butun dunyoda shov-shuv bo'lgan tadqiqot va u shov-shuvli tadqiqotda o'zbeklar qanaqa qilib birinchi o'ringa chiqib olgani, birinchi o'ringa chiqib olishgan va u tadqiqot butun dunyodan yashirilyapti hozirgi kungacha. Amerika, Yevropaliklar o'zbeklarga imенно o'sha narsa bo'yicha hali beri bu dunyoda yetib kela olishmas ekan. Gap nima haqida ketyapti? Gap testosteron, ya'ni erkaklik gormoni haqida ketyapti. Erkaklik gormoni nima bu? Erkaklik gormoni erkakni erkak qilib turgan, soch soqollari o'sadi. O'sha testosteron qancha yuqori bo'lsa, erkakning shijoati, bitta narsaga erishaman degan irodasi, hamma narsasi testosteron gormoniga bog'liq azizlar. Demak, testosteron gormonini hozir bo'lgan tadqiqot, ilmiy tadqiqot natijasida o'zbeklar necha ball to'plagan, amerikalik necha ball to'plagan, o'sha yevropaliklar, mana degan yevropalik necha ball to'plagan, o'zimizning turkiy birodarlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, turklar necha ball to'plaganini men sizlarga ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Demak, azizlar, bu tadqiqotni hamma o'zining telefonida kirib ko'rsa bo'ladi. Men sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, berdi inglizchasini kopiya qilamiz. Kopiya qilganimizdan keyin bundan chiqib ketamiz va Chrome'ga kiramiz. Chrome'ga kirib yozamiz. Boyagi kopiya qilganimizni sayt qilamiz. Ketdi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana pastda yozyapti testosterone levels by country 2025 World Population Review deyapti. Shuni ustiga bosamiz. Mana testosteroni eng yuqori bo'lgan mamlakatlar deyapti. 5 ta eng yuqori testosteronga ega bo'lgan mamlakatlarni ko'rsatyapti. Bu yerda O'zbekiston birinchi o'rinda turibdi. Keyingi ikkinchi o'rinda Kroatiya, Kamerun, Ozarbayjon, Mongoliya turibdi. Demak, mana pastga tushadigan bo'lsak, O'zbekiston 773 ball bilan testosteroni eng yuqori bo'lgan mamlakatlar qatorida birinchi o'rinda turibdi. Men juda ham xursandman bunga. Nima xursand bo'lganimni video oxirida aytib o'tib ketaman. Kuchli, o'zingizlar ko'ryapsizlar, kuchli 15 ta davlat turibdi. Bu 15 ta davlat ichida na Yevropa, na Amerika bor. Faqat musulmon davlatlar ko'pchiligi Afrika davlatlari turibdi. Turkiylarning ichida bitta O'zbekiston turibdi, eng yuqori, Ozarbayjon ham turibdi, eng yuqori testosteronga ega bo'lgan anaqalar qatorida. Kuchli 15 talikda. Endi qo'shni Qozog'istonni ko'ramiz. Qozoq birodarlarimiz umuman yo'q, bu yerda kuchli 50-60 talikda ham yo'q. Qozog'iston eng pastida ekan mana. Chexiya Respublikasi bu eng pastda turibdi. 356 da Qozog'iston turibdi. O'zbekiston 773 ta turibdi. Demak, Amerikani ko'ramiz hozir. Amerika nechida turgan ekan? Bu Amerikani sayti. O'shaning uchun men bitta 1 2 3 4 5 larni qo'ymagan, chunki Amerika juda ham pastga tushib ketib qolgan. Misol uchun 50-o'rinda turibdi mana Amerika Qo'shma Shtatlarida, United States America 459 ball bilan turibdi. O'rtacha ko'rsatkichda turibdi. Shu Yevropa davlatlari mana o'zingiz ko'ryapsizlar. Kuchli 6, 8, kuchli 10 talikda Yevropa davlatlari yo'q. 13, 16, 18, 19-da Belgiya. Mana Belgiya eng kuchli testosteronga ega davlat ekan. Rossiya ham 23-da turibdi mana, 23-da turibdi. Endi Turkiyani oladigan bo'lsak, Turkiya ham testosteroni ancha pasayib ketgan davlat ekan. Mana Indiyaning ahvolini qaranglar. Shuncha aholisi bor, lekin testosteroni past davlat ekan. Hozir Turkiyani qidiryotgandik. Mana Turkiya 420 ochko bilan, 420 ball bilan testosteroni 420 ball shkalali ballda hisoblangan. Fransiya bilan ikkalasi turishibdi. Bu yerda 40-chi va 50-chi o'rinda turibdi. Qirg'iziston уже undan ham pastda. Kanadalar ham past ekan. Vashim hayron qoldim. Testosteron endi qanaqa shkalada hisoblangan? N, G, D, L deb yozib qo'ygan. Uni bilmadim, lekin testosteroni juda ham baland davlat. Mana уже rangi qora qilib qo'yishgan mana O'zbekiston ekan. Qoradan keyin sal ko'kroq bo'lsa, уже mana Mongoliya ekan. Hamma shunaqa ekan. Mana Afrika davlatlarida testosteron ancha yaxshi. Yevropa o'lyapti. Mana 300-350 shkala turibdi. Mana shu Yevropaniki. Endi Amerika ham vashi o'lib qo'yniga. Rossiya ham bo'lib-menli testosteroni normalroq davlat ekan. O'zbekiston anaqada nomer 1 bo'lib turibdi. Da azizlar, testosteronni nimaga men xursand bo'lganimni hozirlarga video davomida aytib beraman.
Testosteron nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, testosteron bu erkaklarning o'ziga bo'lgan ishonchi, rag'bati, xursandchiligi, nimagadir erishaman deydigan bo'lsa, o'shanga erishish uchun testosteron kerak. Nimaga men xursand bo'lib ketdim, nimaga men video tayyorlayapman? Hamma narsaga men video tayyorlayvermayman. Chunki testosteroni eng yuqori bo'lgan davlatlar ichida bitta mana shu hozir kirgan saytimda o'qidim. Nimamushki testosteron unaqa erkaklikni o'ziga bo'lgan ishonchini, nimagadir erishishini isbotlaydigan narsa emas ekan. Amerikaliklar, shu yevropaliklarning aytishi bo'yicha boshqa gormonlar ham rol o'ynar ekan, lekin testosteron eng kuchli, ishonchli narsa bo'lishiga sabab mana birinchi bo'lib populyatsiyamiz juda rivojlanib ketyapti. Misol, bundan 30 yil oldin mustaqil bo'lganda O'zbekiston 17 million aholi bilan chiqqan. Mustaqil bo'lganda 17 million. Hozir aholi soni 40 millionga yaqinlashyapti 30 yil ichida. Qozog'iston o'sha paytda 10 million atrofida chiqqan, endi 20 million bo'ldi. Testosteron nimaga yuqoriligi, testosteronning qanaqa foydasi borligini shu yerdan bilib olsanglar ham bo'ladi. Keyin misol uchun bunaqa testosteron yuqori davlatlar yuqori rivojlanishga ham erishish juda oson. Bitta narsaga rag'bat qildimi, iroda kuchi bilan mana shu olg'a bosib, любой davlatga damini berib, misol uchun bitta rivojlanish yo'nalishiga cho'ladigan bo'lsa, любойga damini berib, nomer 1 bo'lib olish uchun juda ham katta potensial bor bizning O'zbekistonda. Shu potensialni testosteron orqali aniqlasa ham bo'ladi. Любой vrachlardan so'rasanglar bo'ladi. Men endi o'zimning tilimda o'zimcha qisqacha tushungan narsamni sizlarga aytib beryapman. Testosteron uchun o'zinglar bitta qiziqib ko'ringlar. Misol uchun testosteronni yana bitta narsasi, testosteroni tushib ketgan insonlar hech nima shijoati bo'lmaydi, lapuh bo'ladi, kimgadir qo'liga qarab qo'ygan bo'ladi, mehnat qilgisi kelmaydi, tez charchab qoladi, dangasa bo'lib qoladi. Yevropaliklar shunaqa, dangasa, misol uchun 8 soatchilardan bo'ldi ishlamaydi. O'zbekistonchi, hozir ko'rdinglar, testosteroni yuqori, testosteron normalniy mamlakatlar ichida Xitoy degan mamlakat yo'q. Demak, biz uchun Xitoy bir pul kopeyka. Biz ertaga bitta rivojlanishga, o'sha liniyamizga tushadigan bo'lsak, Xitoyni shuni yeb qo'ysak bo'ladi davlatiga. Chunki testosteron yo'q, umuman testosteron yozilmagan ham ularniki, bilmayman necha. 1,5 milliard aholi qatdan bo'lib qolgan bilmayman-ku. Shijoat bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda. Shijoati o'zini ko'rsatishi, o'zini aqli kuchi, o'sha sportda ham mana biz tashyapti, o'zbeklar butun dunyoni sirlatyapti, qo'rqib ketishyapti. Demak, bo'shashmaymiz, aka-ukalar, erkaklar, testosteronimiz bizaniki nomer 1 ekan. Demak, bundan hozir qilayotgan ishimiz chipuxa ekan. Bundan 10 emas, 100 barobar yaxshi ish qilsak bo'lar ekan. Butun dunyoda o'zimizni ko'rsatib qo'yish uchun eng kuchli gen vakillari biz ekanmiz, O'zbekiston ekan. Olg'a O'zbekiston, omadinglarni bersin. Kommentariyada o'zinglarning fikringlarni qoldiringlar. Mehnatimizga baho berish uchun kommentariy просто rahmat aka yoki rahmat uka deb yozib ketsanglar bo'ldi. Salomat bo'linglar. Keyingi tema nima mavzuda bo'lsin, aytinglar. Mana shunaqa ishdan keyin kech payt video qilib, chiroyli qilib sizlarga qo'ldan kelgancha bo'lishaman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan F. Kabuljanov bo'ldi. Salomat bo'linglar.